Serniklaringiz quruq, tvorog mazasi kelmaydigan yoki qovurayotganingizda yoyilib chiqyaptimi? Bu videoni ko'rganingizdan keyin ishoning, serniklaringiz restoranlarnikidek idealniy, chiroyli va mazali chiqadi. Serniklar uchun eng muhimi suvsizroq tvorog bo'lishi kerak. Buning uchun men juda ham mazali, sifatli latiko tvorogdan foydalanaman. Agar tvorogingizning suvi ko'p bo'lsa, serniklar ko'p un yeb boradi va shuni hisobiga bemaza chiqadi. Shuning uchun suvliroq tvorog olgan bo'lsangiz, uni oldindan sitaga solib qo'yib, suvini silg'itib olishingiz kerak. 600 g tvorogga 3 osh qoshiq shakar, 3,5 osh qoshiq vanniy yormasi, 1 choy qoshiq vanilin shakari, chimdim tuz va 1 dona tuxum aralashtirib, buni vanniy yormasi ishib, tvorogdagi ortiqcha suvlarini o'ziga shimib olishi uchun 15 daqiqa qoldiramiz. Endi unlangan stolda tvorogli massani unga belab birlashtiramiz. Unni oz-ozdan tvorog birlashadigan holatga kelgunicha qo'shishimiz kerak. Tvorogli massa birlashgach, tvorogni kolbasa ko'rinishiga keltirib, xuddi ko'rsatganimdek bir xil bo'laklarga kesib chiqamiz. Menda taxminan har bir 70 gramlik 11 dona serniklar chiqdi. Har bir bo'lakni nomiga un sepilgan stolda mana shunaqa qolib yoki stakan yordamida aylantirib tekis shayba formasini berib chiqamiz. Tayyor serniklarni ozgina yog' solingan tovada qopqog'i yopilgan holda har bir tarafini qizargunicha qovurib olamiz. Men gazni katta konforkasini pastroq olovida qovurib oldim. Mana juda ham mazali serniklar tayyor. Pishib chiqqan serniklar ustiga shakar pastani sepib, rezavor mevalar va smetanalar bilan dasturxonga tortsanglar, xuddi restoranlarnikidek chiroyli va ishtahochar bo'lib chiqadi. Albatta, sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar.